Kunam isib ketdi, konditsioner yoqaylik. Yoqmaymiz jigar. Shu konditsioner yonsa burnim og'riydigan bo'lib qoldi. Nimaga bunday bo'lyapman ekan? Uyda doimo ishlab turadigan konditsionerlar burunga qanday ta'siri bor? Ko'pchilik konditsionerni uzoq ishlatib, uni qanday zararligini bilmaydi. Uzoq vaqt ishlayotgan konditsioner xonadagi havoni quritadi. Agar filtr ham tozalanmagan bo'lsa, filtrning ichida chang va bakteriyalar ko'payadi. Buni natijasida odamlarda burun tez-tez bita boshlaydi, tomoq quriydi va allergik kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin muammo bu yerda konditsionerda emas, uni qanday ishlatishda. Shuning uchun konditsionerni 24-26 gradus atrofida ishlatish kerak. Filtrlarni kamida 1 oyda bir marta bo'lsa ham tozalatish kerak. Va xonani havosini bir kunda bir marta almashtirish shart bo'ladi. Uzoq vaqt konditsionerdan foydalanadigan insonlar burunini tuzli suvda tez-tez yuvib turish tavsiya etiladi. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang.